Akalar, skuterlarni boshqarish uchun endi sizlardan hech kim prava so'ramaydi. 2,5 million, 3 million sarflab avtomaktabda o'qishlar ham shart emas. Ko'pchilikning talaba istaklariga binoan 2026-yil 1-yanvardan boshlab A1 kategoriyasi tashkil etiladi. Bu kategoriya bo'yicha sizlar aytib o'tganimdek pullarni sarflamasdan shunchaki amaliy va nazariy imtihondan o'tib pravani olsanglar bo'ladi. Amaliy imtihon qanaqa bo'ladi? Ular shunaqa platformaga chiqasizlar, shunchaki skuterni min berasizlar, bo'ldi, pravaga ega bo'lishingiz mumkin. Xullas, bu videoni skuter olmoqchi bo'lgan, skuterni minib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Endi prava olish juda ham osonlashadi va cho'ntaginglarga ham ancha foyda bo'ladi. Skuterlarni eng ko'p assortimenti faqat Armada Motorsda bemalol kelsanglar bo'ladi. Xudo xolasa zo'r narxlarda skuterlarni qilib beramiz. Eng asosiysi skuterlarimizga 1 yil rasmiy kafolat beramiz akalar. Xullas, bu videoga like bosib, maksimalni tanish-bilishlarga jo'natib qo'yinglar. Juda ham ko'pchilik odam xabardor bo'lsa, xudo xolasa zo'r yangilik bo'ldi.